raislari ommaviy vositalar vakillari ishtirok etmoqda. Hozirda shahar kengashi 23 nafar deputatdan 15 nafar ishtirok etmoqda. Sessiya boshlash uchun kvorum yetarli. 7-chi hafta hozirda Olmos shahar kengashi 49 sessiyasida onlayn ishtirok etgan deputat sessiyada ovoz beruvchilarni kuzatib olish uchun sanoq komissiyasi tasdiq olishimiz kerak bo'ladi. Sanoq komissiyasi raisiyati Britsada okrugidan saylangan deputat Matasimov haqida tashkilish nomida taklif etilmoqda. Agar taklif bo'lmasa, huquqlar tasdiq berishingiz so'ralmoqda shu taklifda. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Deputat Matasimov haqida tashkilish sanoq komissiyasi raisiyati tasdiqlanib, marhamat, sessiya davomida ovoz berish natijasi to'g'risida axborot berib turishingizni so'raymiz. 7-chi hafta hozirda Olmos shahar kengashining 49 sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Shu taklif ko'tarib tasdiq berish so'raymiz. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Bir o'rin tasdiqdan sessiyani ochish deb e'lon qilaman. Sessiya kotini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotiga kim saylov okrugidan saylangan deputat Baydullaeva Elnura Niyazovna nomzod taklif etilmoqda. Boshqa taklif bormi? Agar boshqa taklif bo'lmasa, huquqlar tasdiq berishni so'raymiz. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q debdi. Deputat Baydullaeva Niyazovna sessiya kotibi etib tasdiqlanib, maqom joyiga egallashishi mumkin. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, 7-chi hafta hozirda Olmos shahar kengashining 9 sessiyasi kun tartibini tasdiq olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi quyidagi masala kiritilmoqda, ya'ni bitta masala 2026-yil 2-oylik yakuni bo'yicha mahalliy byudjetning daromad rejasini orttirib bajarilgan qism hisobidan mablag'lar yo'naltirish to'g'risida kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Agar takliflar bo'lmasa, bu tarafni ovozga qo'yaman. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, kun tartibi tasdiqlandi.
Majlisda ishtirokchilar sessiya ishtirokini belgilab olishimiz kerak. Axborot va mavzular uchun 5 daqiqacha savol taklif uchun 3 daqiqacha davom etib, ishini 25 daqiqada yakunlashni tavsiya etaman. Ish tartibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Agar boshqa taklif bo'lmasa, qo'ldan tasdiqlash so'raman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Rahmat. Ish tartibi tasdiqlandi. Bu tartibdagi birinchi masala bo'yicha, ya'ni 2026-yil 2 oy yakuni bo'yicha mahalliy byudjet daromad rejasi orttirib bajarilgan qismi hisobidan mablag' yo'naltirish to'g'risida axborot beruvchi shahar hokimining birinchi o'rinbosari Shermuhammad Begiyev. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, ruxsat bersalaringiz, kun tartibidagi masala bo'yicha axborot bersam. Olmaliq shahar hokimligi sizlardan 2026-yil 2-chorak yakuni bilan mahalliy byudjetning daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan ayrim masalalarni kiritganmiz. Birinchi navbatda xalq deputatlar Olmaliq shahar kengashining bo'shab qolgan 11-mustaqillik saylov okrugi deputati sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar uchun 56.237.840 so'm mablag' ajratish bo'yicha murojaat qilingan. Shuni ko'rib berishlarini so'rayman. Yana bunda nimalarga ishlatiladi o'sha xarajatlar smetasida? Yana bu yerda o'sha mustaqillik saylov okrugi deputatlik sayloviga ketadigan xarajatlari yana o'sha a'zolariga kompensatsiya to'lovlari, a'zolarga yana kompensatsiya to'lovlari, bundan o'sha ijtimoiy to'lovlar ajratib chiqiladi. Keyin saylov byulletenlari, saylovga xabarnomalar, bayonnomalar, saylov qutilari uchun plastmassa plombalar, qoplar, polietilen qop uchun plastmassa plomba, o'sha ish yuritish daftari, yozuv ruchkalar, oq qog'oz, skripka va hokazo internet bilan bog'liq deputatlikka nomzodlarni tarjima holi va saylovoldi dasturlarida aks etgan plakatlar, siyosiy partiyalarga o'tkazilgan deputatlikka nomzodlarning saylovoldi ajratiladigan mablag'lar nazarda tutilgan. Har bittasi aniq hisob-kitob bilan qilingan. Jami xarajatlar summasi o'sha 56.237.840 so'm tashkil qiladi. Mana shuni ko'rib berib, tasavvur bersangiz so'radim. Rahmat. Deputatlar savollar bormi? Onlayn ishtirok etayotgan deputatlar savollar bo'lsa, marhamat mikrofonni javob qilib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana takrorlayman. Marhamat. Nargiza savol bormi yo'qmi? Savolim yo'q, tushunarli hammasi. Rahmat. Agar boshqa savollar bo'lmasa, rahmat sizga. Rahmat. Qo'shimcha fikr mulohaza bo'lmasa, hisobot yuzasidan shahar kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Zuhra Po'latovaga komissiya xulosasini o'qib eshitishni so'raymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Demak, xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning 2026-yil 2-chorak yakuni bilan mahalliy byudjetning daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan mablag'lar yo'naltirish to'g'risidagi masala yuzasidan xulosasi. Xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan 2026-yil 2-chorak